Balıklarni qaranglar, balıklarni. Pishirib berishi bilan 65 ming so'm. Ikkita hovuz bor, mana narxini ko'rsataman. Uzr oyoq bilan bosayapman, mayli qo'l bilan bosay, mana so'rozishini pasangiz chiqadi, mana 65 ming so'm. Mana bu laganlarda pasangiz chiqarilgan. Mana shunaqa chiroyli joylari bor. Odamlar ko'p. Bu yil baliq arzon nimagadir, 25-yil baliq arzon. Arzon bo'laversin. Mana shu yerda qishloqning ichida eqacha odamlar ketgan. Klientlar. Beqacha mashinalar bor. Yaxshi joy ekan.